Yorqinjon aka, haqda shunaqa gap bor, bir kunda soch oqarib ketibdi deyishadi. Shu nima sababdan bo'ladi? Bir kunda soch oqarib ketishi bu sochga rang beruvchi melanin moddasi bo'ladi. O'sha modda qancha normal holatda ishlab chiqarilsa, bosh miyada po'stloq osti mana shu gumoral moddalar ishlab chiqaruvchi maxsus bir yadrochalarimiz bo'ladi. Ana o'shalardan melanin moddasi ishlab chiqariladi. O'sha melanin moddasi normal holatda pasayib ketsa, soch va teriga rang berish miqdori pasayib ketadi. Mana shu moddani keskin pasayish natijasida organizmda sochda oqarishlar paydo bo'lishi mumkin. Bunga asosan ko'proq kuchli stress. Bu bor, real bo'ladigan narsa bo'lishi mumkin. Guvoh bo'lganmiz, ko'rganmiz. Masalan, yaqin insonni yo'qotganda, yaqin insonga qattiq stressga tushganda yoki avariyadan keyin yoki o'zi qanaqadir kuchli shok holatiga tushganda bu holatga tushganlar ko'rganmiz. Bu bor narsa.